So'z agar ruxsat bersangiz, shu birinchi savolda o'zim berib olsam. Hop. So'z mana bu ko'p man qorakaladan eshitmaganman, lekin bizani tilimizda shunaqangi narsa borki, bir gumon qilsa, yaxshi yoki yomon gumon qilganida nima deydi? Voy, bir yaxshi gumon qilgan, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar omin deydi degan gaplarni eshitgan bizda. Aha. Mana shunda haligi endi kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan haligi holatni o'sha farishtalardan kutadigan bo'lib qolmaymizmi? Ya'ni o'sha Alloh taolodan nima bo'lsa, yaxshilik bo'lsa ham, yomonlik bo'lsa ham Alloh taolodan, lekin shu farishtalarning omini bilan bo'lib ketdi mana shu narsa degan narsaga bir ishora bo'lib qolmaydimi? Shuni so'ramoqchi edim. Tushunarli. Endi bunga o'xshagan narsalar vositalarni esdan chiqarishda ayolga keladi-da. O'zi yer yuzida vositasiz narsa yo'q. Vasilasiz hech bitta narsa yo'q. Farzandni Alloh beradi, e'tiqodimizda shu. Lekin uylanmasa farzand ko'rolmaydi. Soni Alloh beradi, to'g'ri, lekin doktorga borishlikni buyuradi. Duoni Alloh ijobat qiladi, lekin duo qilganni ijobat qiladi. Kabi, misol uchun. Endi bu aytayotgan narsa xalqning orasida ikkita, uchta hadisning mafhumidan kelib chiqqan, ya'ni bir qoidaga o'xshagan narsa. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Buxoriyda, Muslimda rivoyat qilgan hadisda imom g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin desa, omin denglar. Farishtalarning ominiga sizlarning omininglar to'g'ri kelib qolsa, Alloh ijobat qiladi degan hadis bor. Bir xil 3-4 xil turukida bor. Shu ma'nosi shu. Demak, mana shu hadisga ko'ra bizni ba'zi duolarimizga farishtalar qo'shilib omin deydi. Omin deganda Alloh taolo ijobat qilishligi yaqinroq bo'ladi. Sabab shu sababni qilgan bo'ladi. Endi farishta omin demasa ham ijobat qilishi mumkin. Lekin bu ijobatni ya'ni kafolatlangani. Kafolat beradi ijobat bo'lishiga degan ma'noda. O'shaning uchun bunaqa paytda Alloh beradi-yu, farishtaning ominiga suyanib qolamizmi deyilmaydi. Alloh beradi, lekin doktorga suyanib qolinmaydi. Lekin doktorsiz ham shifo qidirilmaydi degan ma'noda. Ikkinchi, yaxshi niyat qilgin, yaxshi gap gapirgin, chunki farishtalar omin deb qolsa ijobat bo'lib ketib qoladi degani bu niyat haqidagi hadislardan olingan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'sha innamal a'malu binniyat hadisida niyatning naqadar ahamiyatliligini aytganlar. Shofiy mazhabi ulamolari mana shu hadis barcha amallarda niyatning farzligiga dalolat qiladi deydi. Biz mazhab ulamolari buni ohot bo'lganligi uchun farzga dalolat qila olmaydi-yu, lekin buni qo'llab-quvvatlaydigan oyat bor. Kullun ya'malu ala shakilatihi degan. Amma ay niyatihi degan Ibn Abbos shu tafsirida. Har kim niyatiga ko'ra amal qiladi. Shakilasiga ko'ra amal qiladi. Demak, mana shunga ko'ra niyat o'ta muhim. Ba'zi asarlarda bor, niyatul mu'min xoyrun min amalihi deganlar. Mo'minning niyati amalidan yaxshi bo'ladi. Chunki amalni Alloh yaratadi. Niyat bandani ixtiyoriga bog'liq narsa. Amalni inson amalga oshira olmasligi mumkin. Lekin niyatini isloh qilishlikka o'zi ma'mur. O'shaning uchun go'zal niyatni qilib, go'zal natijalarni umid qilib yashash go'zal iymoni bor odamlarni sifati hisoblanadi. Unik, negativ, salbiy narsalarni fikr qilib, salbiy natijalardan qo'rqib yashash insonning iymonidagi salbiy sifatga dalolat qiladi. Shuning uchun inson har qanday vaziyatda tushkunlikka tushmasligi, har qanday vaziyatda umid Allohdan uzilmasligiga suyana olishligi iymonini, ya'ni go'zalligiga ishora qiladi. Mashhur oyati karimada Payg'ambar alayhissalatu vassalam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan hijrat qilib qochib ketishayotganlarida ha bir joyiz bo'lsa. Savr g'orida turganlarida dushman bostirib kelgan.
turli xil rivoyatlar bor. Bu yerda men urg'u beradigan nuqta Qur'on oyatidagi mavzu. Dushman bostirib keldi, ichkarida 2 kishi bor xolos. Ular kirib ushlasa o'ldiradi. Din tugaydi, islom to'xtaydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ko'zlariga yosh olib, biroz qaltiroq tutgan kishini. Deganda payg'ambar alayhissalatu vassalom bu kishiga la tahzan innalloha ma'ana deganlar. Qo'rqma deganlar. Mahzun bo'lma. Alloh biz bilan deganlar. Mana shu oyat Qur'onda nozil bo'ldi. Bu hodisani roviysi bo'lsa Abu Bakr. Boshqa odam yo'q. Bu gapni 2 kishi o'tiribdi, uchinchisi Alloh taolo. Boshqa hech kim yo'q. Endi tasavvur qiling, faraz qiling. O'sha vaziyatda payg'ambar alayhissalatu vassalom o'lim bir bahorni turgan paytida yaxshiligini umid qilib, mahzun bo'lma. Alloh biz bilan birga deya olishlari uchun haqiqiy samimiy iymon kerak. Haqiqiy samimiy iymon kerak bo'ladi bunda. Agar bu gap bo'lmaganda edi, mana shu samimiylik, mana shu Allohga suyanish, mana shu umid bo'lmaganda edi, payg'ambar alayhissalom bu gapni gapira olmasdilar. Keyinchalik Qur'on nozil bo'lganda, 2 kishi g'orda turganda la tahzan innalloha ma'ana dedi. Bittasi ikkinchisiga degan oyat nozil bo'lganda, Abu Bakr aytardi. Birinchi o'rnidan turib aytardi. Unaqa demadingiz-ki menga derdi. Nima yolg'on gapiryapsiz derdi. Ya'ni din shunaqa darajada samimiyat, din shunaqa darajada umidbaxsh iymonni taqozo qiladi. Shuning uchun biz duo qilar ekanmiz, yaxshilikni niyat qilar ekanmiz. Albatta natijada yaxshilik bo'lishligiga umidimiz bog'lab boraveramiz. Butun dunyo bizga qarshi chiqsa ham. Agar niyatimiz buzuq bo'lsa, butun dunyo bizni qo'llab-quvvatlasa ham, oxir oqibatda salbiy natijaga duchor bo'lamiz. Qisqaroq shu. Tushunarlimi? Tushunarli ustoz. Katta rahmat.